Assalomu alaykum. Mo'jizalar makoni turkumidan berilayotgan navbatdagi ko'rsatuvimizni Andijon viloyatining Qo'rg'ontepa tumanida joylashgan Ko'kbuloq mahallasidan boshladik. Bu yerda juda katta Ko'kbuloq maskani bor ekan. Uning tarixi va bugungi kuni haqida mahalliy aholi bilan suhbatlashamiz va ma'lumotlarni bilib bildirishga harakat qilamiz. Bu yer qizim qadimiy Ko'kbuloq bo'lgan. Taxminan 75 sotik joy bo'lgan. Juda katta buloq bo'lgan. Odamlar bu yerga havasga kelardi. Mashinalar hammasi manaqa katta buloq bo'lgan. Mana bu tepa tomondan shunaqa bir chiroyli suv tushardiki, havasiz kelardi. Qarang, bu yerda buloqlar bor deyman-da, ko'zi bormi? Qaynayapti-yu. Bu yerdan qizim 5 tegirmon suv chiqardi. 5 tegirmon suv arg'inlarga sig'masdi. 70-90-yillarga kelib. Qayda qadamjoy shunaqa joylar bo'lsa, odamni qo'yma, qozonni o'ntarib tashlab, kiritmagin degan maqsadda shunaqa kunlar bo'lgan. Atrofi daraxtlarni kestirib tashlagan. Juda chiroyli tollar bo'lgan. Tollarni kestirib tashlagandan keyin tolni tomiri yerda tishlab turardi. Atrofiga paxta yetirgan. Paxta ekkandan keyin Andijan degan nasos chiqqan. Dunyoga sotilgan shunaqa. O'sha nasosni qo'yib, buloq suvdan suv qo'yib, paxtani ichiga qo'ygan suvlar butun adirni yuvib, buloqqa tushavergan. Buloqqa tushib, asta-sekin ko'zlarini to'sib, layka bosib, buloq sekin asta kamayib, kichayib boraverdi. Men ko'rganman shuni. Necha yoshdasiz? Men 81 yoshdaman hozir. Ko'rganim sababi shuki, mana shu buloqning o'zida Saodat xonim suv fontan bo'lib otilardi. Mana shu tol bo'yi fontan bo'lib suv chiqardi. Qo'chilar hozir duldir ot chiqadi ortidan derdi. U duldir oti chiqishini boisi bir vaqtlari bir toychoq erta saharda mashina turgan ekan. Badanda qora xoli bor, o'zi oppoq. Buni odamlar shu mana buloqdan chiqqan toychoq, mana shu Ko'kbuloq Xizirli toychoq deb atashgan ekan. U endi u qayerdan kelib qolganini birov bilmaydi toychoqda. Chopib ketib qolgan qaqadir. Hech narsa tushovi bo'lmagan. Na bo'ynida, na oyog'ida bo'lmagan. Buni odamlar ko'rgan. Ko'rgan shu odamlar. Bu buloqda ikkita buloq bo'lgan. Birinchi buloq bu yerda bo'lsa, ikkinchi buloq Qashqar, Yorkentda bo'lgan. Xitoyda Qashqari bormi? U Qashqar yerlari qadimiy Marg'ilonda, Xudoyorxonda yerlari bo'lgan. Bu buloqning tarixi juda uzoqqa borgan. Bitta misol keltiray. Bu buloqda eng baland Xitoy tog'i bo'lgan. Xitoy tog'ining suvlari shara bo'lib oqib tushib, qayoqqadir g'oyib bo'lib ketardi ekan. G'oyib bo'lgan paytda bir savdogar shu yerda butun tillasini eshagini yopinchig'iga tikib bitib yurar ekan. Kunlardan bir kuni ashaga aylanib borganda eshagini qo'yib damalib yotibdi savdogar. Bir maldan keyin o'rnidan tursa, savdogarning eshagi yo'qmish. Keyin atrofdagi odamlardan so'rasa, birodar, eshaging suvga tushib ketdi. Bu qanday suvga tushib ketdi? Chiqolmadimi? Chiqolmaydigan-cha. Bu chunki bu suvni oqimi shuncha kuchliki yertaga kirib ketadi. Bir boshi Yorkentdan chiqadi, ikkinchi boshi mana shu Farg'ona vodiysidan chiqadi deb aytgan ekan. U odam bechora Yorkentga borib qaragan, buloqdan eshakda hech qanaqa asari chiqmagan, odamlardan so'ragan, hech narsa aytib bera olmagan. Keyin bey keladi. Bey kelgandan keyin buloqni ko'rib, mana shu buloq ekan deb bunday qarasa, tolni shoxiga eshagini egarlarini yechib, achiga tashab qo'yibdi. Bu meni egarim u deb qarasa, haliga to'qilgan tillalari joyida turgan. Xudoga ming'atla shukur, meni topganim halol ekanda, hech kim tegmabdi deb choyxonachiga borib, bu eshagim qanday bu yerdan kelib qoldi desa, bir kuni ertaman kelsam, buloqning suvini ustida bir narsa qalqib yotibdi. Na ot, na eshakligini bilmasdan qarasam, tortsam, eshik ekan. Odamlar men chaqirib kelib olib, eshagini narigi tomonga olib sudrab ko'm qo'ydik. Egar jabdug'ini menga ilib qo'ydik. Egasi kelar degan maqsadda deb shuna deb. Bu yer nihoyatda muqaddas. 4 tegirmon suv chiqardi. 4 tegirmon suv deganim boisi shu mavjud yo'l bo'ylab 3 tegirmon mahalla nimaga 3 tegirmon bo'lsa, 3 ta toshni aylantirib tegirmon. Aylantirib odamlarni qiyin ocharchilik davrida boqqan. Un, makka, arpa, har xil urug'larda yanchib odamlarni baqqan.
mana shu suv orqali. Bu suvni bunday aytganda odamlar o'zlari mehnati bilan ko'tarib, ariq qilib olib borib, ashidan suv termon qilishgan. Mana qiyin kunlar bo'lgan qizim, qiyin kunlar bo'lgan. Bu chuqurligi qancha? Hozir bu yerda 1 metr, 2 metr xolos qoldi. Bu yoqdachi. Bu yoqlarda butunlay endi tagi chuqur chimdi. Mana shu chimni borib ko'rsangiz, mana shu chimlar ham yo'lda egallab bo'lgan. Surilib kelib egallab qolgan buloqning ustini. Bu buloqning usti, bu yerlar ko'l bo'lgan mashalar. Buloq ham qolasa suv chiqadi-da. Ha, chiqadi suv. Hozir bunday ursangiz suv otilib chiqadi. Bularning ko'zlari yumilib bo'lgan. Batqalar, chimlar, chim yomon ushaydi. Bu ko'lchi hozir ko'lni ketadigan, kiradigan joylari bormi yo yer tagidan qaynab turib? Faqat yer tagidan qaynab otilib chiqadi. Vahim alaykum. Ya xuddi orolchaga o'xshirkanda, qarang, o'rtasida yer ham bor-da. Ajita yerchi, mashunda yer bo'lgan. Cho'milib biz to'ldi yerga chiqib kuyib saqarat qilib yotardik. Nimaga rangi ko'k? Chunki ko'k bo'lishining sababi mo yer tagidagi chiqayotgan qo'shlarni uchqalanib boshqa qilib makaton deymiz-ku. Chunki o'sha narsalar yuvib tabiiy giyohlar tomiridan chiqqan suvlar hisobiga ko'k suv. Bu suvni olsangiz, qo'lingizga olib shishaga qo'ysangiz, shunaqa tiniq suvki, hayron qolasiz. Buni ichsa bo'lmaydimi? Juda bo'ladi-da. Dori suv bu. Nimaga dori bo'ladi? Oshqozonga dori bo'ladi. Uni sinab ko'rganmisiz? Buni biz o'zimiz ichardik-da sinab. Hozir endi ichib bo'lmaydimi? Ichsa bo'ladi. Endi faqat manaqa aynib ketdi, ko'ryapsizmi? Shunaqa tiniq suv oqadi, qizim. Hozir qancha suv bor shu yerda? Taxminan bu yerda bu yoqqa 5000 kuba suv bor. Yana ketib turibdi. Ha. Qayerga boradi? Aholiga boradimi yo? Bu mana o sayilgoh degan joyimizdan daryoni, Anjansoy daryosining tagidan Dardaq degan joy bo'lgan. Yerda suv yo'q. Shu Anjansoyda ichardi. Suv behuda ketmasin deb Anjansoy tagidan lato qilib turib, shu qishloqqa haydagan bu suvni. Baribir xalq foydalanayotgan ekan-da. Xalq foydalanadi. Shunaqa suv, shunaqa bu suv zo'rki, shu qishin yozin bir xil. Yaxlamaydi. Yo'q, muzlamaydi. Shunaqa haligi qo'lingizni tushirsangiz muzda ushlaganday bo'lasiz, lekin muzlamaydi. Shunaqa zo'r. Mana shu qamishlar yo'q edi, qarang bu yerda. Bu qamish qayerdan paydo bo'ldi, nima bo'ldi? Papiltiraga ham uchadi-da. Papiltir uchgandan keyin 10 ta ekib kelib qolsa, 10 ta 2 yildan keyin 1000 ta bo'ladi. Odamlar kema qo'ydi bu yerga. Ana tepalikka sanatoriya qurish kerak edi. Hamma yo'g'ini olib kelib qo'ygan bir paytda sanatoriya qilish davrida shu suvdan alohida davo uchun foydalanmoqchi bo'lgan. Moskvadan kelib ularni o'rgangan. Bu suvni juda xosiyati katta ekan. Bularni tozalaymiz, boshqa qilamiz degan gaplar bo'lgan, lekin hammasi qolib ketdi. Demak, bugungi kunda hozir agar ko'rsatuvimizdan keyin biror bir tadbirkorni nazariga tushsa, rosa foydalanar ekanda. Rosa foydalanadi. Bu yerda mo'jiza shuki, bu suvning xosiyati bor. Suvni ichganingizdan keyin xuddi daraxtga suv yugurgandek butun badaningiz yasharib ketadi. Qon tomirlargacha, to oyog'ingizgacha suvni hali xosiyati borgandek bo'ladi. Shunaqa bir ajoyib suvlarimiz bor. Mana Yara buloq, Qozon buloq, bu Ko'k buloq, naryoqda Buzhishanba bulog'i, naryoqda Jannat buloq. Nimaga qora suv deyiladi? Qora suv deyishning sababi mana buloqning suvi mana ariqda oqqandan keyin chim. Qora tuproqni ko'rgansiz. Qora tuproq ustida oqqan suv odamlarga ko'zga qora bo'lib ko'ringan. O'zi ko'k tiniq. Agar olib boqsangiz, xuddi haligi shishada yoltillab turgan hozirgi suvlarimiz bor-ku, undan ham ziyoda tiniq suvlarni ko'rgan bo'lardingiz. Lekin suv aqorib tagidagi daraxtlarning tomirlari qorayib ketgan. Qorayganning sababi ko'p tomirlar yangi chiqib, eskilari chirib, go'ngga aylanib ketgan. Qora tuproqqa aylanib ketgan. Shuning uchun qora suv deydi. Daraxt ham yig'laydi. Qachon yig'laydi? Daraxtga suv bermasangiz, daraxtlarga qaramasangiz, daraxtga rahmingiz kelmasa, daraxt bechora ham baylarini to'kib, go'yo ko'z yosh to'kayotgandek daraxtlar yig'laydi. Shu daraxt bor ekan, dunyo bor. Chunki siz men bizga berilgan havosi butun vujudimizga harakat keltiruvchi kisloroddir. Kislorod bor ekan, inson bor. Kislorod bo'lmasa, karbon angidrid chiqaradigan bo'lsa, shu daraxtlar hamma yo'g'imizni zaharlab bir kunda o'ldirib qo'yishi ham mumkin. Yo'lda kelgan bo'lsa, ko'rgandirsiz,
Mana bugun odamlarimiz chiqib hozir odamlarimiz lato tozalayapti. Xudo xolasa bugun erta tozalab bersa shahrimizni markaziga shunaqa suv yugurib kiradi. Hali xudo xolasa qaytishimizda bir boqqa kirib ko'rasizlar. Qadimiy daraxtdan ikkita qoldi. Hokimiyatda oldidagi ikkita daraxt. 95 yil oldi shu daraxtga. Buni bahorda olib kelib ekdi. 1000 tur ekdim deyapti. Terelar. Bu terelar o'zida tomiridan chiqqan terelar bular. Bu yerda juda katta terelar bo'lgan. Qarang, tabiatni o'zi yaratib qo'yibdi-da. O'zi yaratayotgan, ha. Tanani kesavergan, ketavergan, tomiridan chiqavergan. Manaqa Qozon bulog'i suvi nihoyatda shirin. Go'yo bu buloqning tarkibida yod borga o'xshaganday bo'lib ko'rinadi odam tomog'iga. Bu buloqning nomi Qozon bulog'i bo'lib, odamlar juda ko'plari ashaga kelib chiroyli joy qilib qo'ygan edi. Buloqning tarkibidan ko'proq suvni ichganingizda yodni hidi kelib turadi. Bo'qoqlarga qarshi, ishki kasallarga qarshi bu suvning xususiyati kuchli edi. Mana bu oshqozonga dori bo'lgan bo'lsa, u tomoq bezlariga qarshi buloq edi. Narigi tomonda yo'lning u betida hozir mana aytganda to'rga qolgan gilomday yara bulog'i bor. Bu suvni olib ketishi farzandlarini ilittirib, yaralari bo'lsa, toshmasi bo'lsa, qizarmalari bo'lsa, shu suvda cho'miltirganlari butunlay badandagi yaralarida quritib tashardi. Sababi suvni o'zida oltin gugurt, yod, bir necha xil temir moddalari, ayrim narsalar chiqqanligi uchun odam organizmdagi har xil kasallarga davo bo'lardi. O'zi qora suvda nechta buloq bor? Qora suvda hozir mana yara buloq, qozon buloq, ko'k buloq, tepa tomonda Bulshishambu buloq, uni yonboshida jannat buloq bor. 5 ta buloq bor. Hammasi foydali. Hammasini bir foydali. Xohlagan odam kelib ichsa qandaydir tanasiga yayraydi. Mana shu yerda yashagan odamlar birortasi oshqozon kasalligi to'g'risida bansiga yotmaydi. Mana shu suvni ishi yurganligi uchun doim sog'lom, ikki beti qip-qizil, toza yuradi, chiroyli yuradi. Xalq o'tmishi bilan faxrlansa, ota-bobolarga munosib bo'lishga intiladi. Shunday ekan, demak yurakda vatanga muhabbat, elga mehr bor. Yurtga shaydolik bo'lgan joydan yomonlik chiqmaydi. Bunday joyda ariqlardagi suvlar ham ohista oqib, maromida jildirayotgandek, qushlar ham yoqimli ovozda sekingina sayrayotgandek, daraxtlar ham mayin tarzda tebranib, yoqimli shabodasi bilan odamlarni bahramand etayotgandek tuyuladi. Qo'rg'ontepa buloqlari odamga ana shunday ko'tarinki kayfiyatni ulashadi. Uni asrab, avaylab ko'paytirish barchamizning birdek burchimizdir. Buni unutmay, ona tabiatni saqlasak, tabiat ham bizdan o'z saxovatini ayamaydi.